Assalomu alaykum, kanalimizning hurmatli obunachilari. Bugungi rolikimizda Urganch shahrining bir zo'r yerida joylashgan g'ishtdan qurilgan hurmatli obunachlar, SSRdan yon tarafda, ya'ni Soyuzdan o'sha mustaqillikda bitgan dom bilan tanishib chiqamiz. Место положенияsi zo'r, kirpichli dom, 4 qavatli binoni birinchi qavatida joylashgan 2 xonali Yevrotemirdan chiqqan 60 kvadrat metr bo'lgan kvartira bilan tanishib chiqamiz. Место положения hurmatli obunachlar, biz hozir Vodnik shaharchasida turibmiz. Mana bu svetofordan chapga ketsangiz Nergis kafega chiqasizlar. Bundan to'g'ri ketsangiz svetofordan to'g'ri ketsangiz to'g'ri Xanqa yo'liga chiqadilar, hurmatli obunachlar. Xanqa yo'li городский na u vida shunda nima boradi bu? Yani kirib beradigan yer bor. Химчистка chiqadi. Mestasi dahshat, hurmatli obunachlar. Bilasizlar, bu yerda suvdan вообще muammo yo'q. Nechun desa, joyimiz Vodnik shaharchasida gazi, suvi, sveti, maktabi, bog'chasi bor. Ya'ni Sabraxinov bor, undan tashqari Salomat bog'cha bor, yana bir bog'chasi bor. Agar unga berilma desangiz, sal beriroqda o'zimiz o'qigan 11-son maktab bor. Eldindan endi bundan 4 kilometr, 4 min yurt tutdi, hurmatli obunachlar. Avtobus. Yine 4 avtobus 10 min yurt tutdi. Yine 4 yurt tuttu. Muammosi yo'q. Hurmatli obunachlar, 3 million vat bilan to'g'ri Urganch markaziy dehqon bozoriga borasizlar. Maktabi bog'chasi yanında. Agar bir toza xona olaman desangizlar, ina shu yo'ldan to'g'ri chiqsangiz, bu Farg'ona ko'chada deb aytilaradi, adashmasam. Ish ko'cha. Biladi odamlar kommentariy yozib qoldiringlar, hozir ham shunday mi o'zgardimi? To'g'ri Shovat bo'yidan chiqadi. Shovat bo'yini bilasizlar, asfaltlar bo'lgan. Biz endi shu Shuhrat degan do'stimiz bor edi, shu ko'pirning ana tarafida yasharadi. Birdan ko'p aylanganmiz, jo'ra, ko'rib turgansang bir like bosib qo'yasan. Endi hamma videomizga like bosadi bu bola. Toza havoda, xudo xolasa, aylansa bo'ladi. Hurmatli obunachlar, qani ketdik esa ishalari bilan bir danishamiz. Unda endi bir gap aytib chekmaga, kimda kim kechish mumkin, zatchak bo'lsa, bemalol bizning kanalimizga murojaat qilishlari mumkin. Satishga yordam qilamiz. Endilikda bizning kanalimizda YouTube'dan tashqari Telegram bilan Instagramdan kuzatishingiz mumkin. Silkalarini YouTube'a chiqqan har bir videoni kommentariyasiga tashlab boramiz. Girib podpisatsiya qilib qo'ysangiz, xohlasangiz Telegram, xohlasangiz Instagram. Hurmatli obunachlar, bir like'larni bosib, Urganch shahrining yaxshi domlardan birinchi etajdan joy qidirib yurgan donishlarga tashlab qo'yinglar. Biz domning ichiga borib, ichalar bilan donishni boshlaymiz. Ketdik. Hurmatli obunachlar, joyimizga yetib keldik. Joyimiz podyezddan emas, отдельно girib chiqiladi. Eldinda bog'lari, podvallari, mevalari, tak remonti, в общем, chiki-puki. Trallivali degan xilisi. Uzr. Yo'lto'laringiz yana oboylari atachen to'qili. O'zi bilasizlar, bu planirovkada ina bu balkon bo'ladi, bu yerda xonalar. Sal perestroyka etganlar, kuxnisi ham keng tushgan, xonalar ham ulug' bo'lib tushgan, hurmatli obunachlar. Joyimizda adashmasam, bir shu zaldagi televizordan boshqa hamma narsa qiladigan. Joyimiz почти toza dom. Nechun desa, 91-yilda bitgan dom bu, kirpichli dom. 4 etajli domni birinchi etajida joylashgan 2 xonali почти 60 kvadrat metr bo'lgan kvartira bilan tanishib chiqsak. Ko'rib turganingizdek, oboylari atachen to'qili. Ina bilan balkonku bu berini уже utilitetib gipsakardan urib qo'yibdilar, hurmatli obunachlar. Berimiz endi ben tarafdan gelen olsa balkon prixожий deb aytiladi. Endi prixожий aytib qo'yibdilar. 100% teplый pol. Yine bunda 1 kran, yine ayanda 1 kran. Berimiz 100% teplый pol. Qani ketdik esa ichalar bilan bir danishni boshlaymiz. Bir bor like bosib, o'rnashib olinglar, hurmatli obunachlar, mestaga. Yine bunda bizani zal kutib oladi. 3.10 5.50 razmerda tushgan. Ko'rib turganingizdek, oboylari, xudo xolasa, chotki oboylar bosilgan. Nelar ham, natijnoylar, lyustralar, hammasi podsvet, xudo xolasa, olingan. Yine 2 oyna, zamonaviy kotel. Xullas, joyimizga gap bo'lishi mumkin emas. Joyimiz mo'madim yoqligi, hurmatli obunachlar. Hovli joy deng. Bog'lari, boshqalari ham mo'ji bor. Bundan dekorativni panel qilib qo'yibdilar. Endi berib kichkina stol qo'ysangizlar bo'ladi, рабочий zona qilib. Ina bu yanadi bu. Ina bunda rozetkasi. Keyin ben tarafimizda bizani
Özü podyezddən imundan girib gələnlərdən buladı. Tak, ibede koridor buladı, iminiyede bir xanası, ben de vanatoriya, kuchni, bir kuchni, ben tarafta buladı. Şılap kuchnisinem gen kaldırğanlar, xanalarından ullu kaldırğanlar, bana şöyle dım yaktı. İnamında bizəni spalni. Vatamaçılar, ağalığa qaranlar, ağalası böğürtüp tuttu. Birimiz taxta pol. Devalları ataçenta aboy. Yine. Patologlara natijnoy, lustraları asılgan. Aynalar akvaplastiklanmadan eldinde tutu, atızları iş kılıp hem önce bak. İşotçilerini açık koyulgan. Keyinki meselede inamında bizani kuchnya. Kuchnamızdan çok ketip taxlangan, mebellerinde bir vıtışka kapıp tuttu. Şunu koyup verseniz. Şimdi bir de köp yaşalmagan eken. Bir 10 yıl olmadan bir 5 yıldan ilik durgan eken. Şunun için vıtışka koymak. Elbette net uspet etmedik dedi. Geleneyle bunda kalasa cayını ulaştırış maksadında satığa koyuldu cay. Ayakteleri taxta pol, devalları aboy patologaca. Patologa natişnoy, lustralarını götürsüler. Çok bir lustrala koyulgan. Şimdi kim için bir svitinlik bu. Kim içindir lustra. Tak. Götürülenizin bu ibere bir stol bilen stol koysanız 3-4 adam polne oturup okatsanız yer kılsanız da boladı. Bu şarap aralarını ben çıkıp başınızla yaşayıp minimalizm etsenizle boladı. Tak. Bunda biz onu dost bitemiz. İşep tuttu. Fartıklarına kafirle vurulgan. Mebeller koyulgan. Patologlara natijnoy. Patologlara natijnoy görüntülerinizi ve hiç hakikat zor. Keyinki meselede inamında bizane sanuzul hacatxana, kafel bolleri, issu için hatta donda issuan ba. Keyin inamında bizane vanna. Birimizden ayak tileri kafil, devalları kafil, patologaca, patologu plastik. Su bağ. Vannası, rakinası, kir maşini, kaladı bağım ilci, yanında stilman kaçon. Keyinki meselede bu vannamızın aynası köçeye kıragan hürmetli arkadaşlar açasla taza hava bolup duradi. Katolumuz ham nahadu 100% işlep tuttu. Hürmetli arkadaşlar birlede su, svet, gazdan mamma yok, bakça, mektep yanında transporttan mamma yok nüzündese. Cayımız Vodnik'te caylaşkan birden bilesler 4. marşrut. Meşel peşel dehkan bazara varad dolu. Damasları tak vec zor. Unutlamazlar. Ne demez şu bilen bu uyumuza bağışlangan hidrolikimiz özü hareket baryadır. Keyin hidrolikte görüşünce de kılımız. Sağ olunla hamam bulunla kanalımıza patlatsak ulaşmayalım. Unutmayınlar. Videomuz yakın olsa şu like, komentarya kütüp kalamiz. Kimki neki iş başlagan bolsa hemmemizin başlanışınız hayırlı olsun. Rahmet etibar için keyingi dörtlerde sağlıkta, amanlıkta görüşeceğiz. Hem önünde yaxşı gün toy tamaşa bulaversin. Hürmetli amaçlar. Like'larını gümbürdetip fikir muhakadalan tolka yaxşısını kaldığımız. Nüçündese aytıp ötken ben caylarını hiç qaysı bir yaman komentarya layık emas. Tak что yaxşı komentarya kütüp kalamiz. Sağ olun, aman bulun. Keyingi videolarda görüşünce. Hürmetli amaçlar.